maşinası kelse ikisi de ayrı bir kira kalıp oysun. Assalamu alaykum sevimli azizlar. Kanalına yaxşımı? Bugün Qımasqan şəhər romanınınki davamını oquşunu davam qılımız. 33. bab. Sırlıq çöçek. Ömer bayının çöl yolunda eşeklik yürgeniga bir neçə gün bo'lib qolgan edi. Onun eşkinin üstüdeki xorjunun bir gözde ozuqçuluk, bir gözüde tulumda su bar edi. Onun üstüde yine özüm oltırıp alğaçqa, üstüdeki yüknün eğirliğinden beçare eşeknin beli egilip, qumluqda pitiqlap, arallı qadam alatdı. Quyoshning o'tliq tepdi. Qisiq qumluqlardan o'rilayotgan issiq shamol bayni chiliq-chiliq targa chumdiratdi. Yo'l mangmoqning zulmidan baysab, u eshak bilan tang ig'ir pushildaydi. Yo'l ustida biror tupdal daraxt yoki eski tamliqning soyasi uchrab qolsa, alla to'g'i solg'inicha eshkini shu tarafga tortadi. Tüfi deb la'nat o'qiydi u ba'zida quyoshga qarab. Anangning haqqi bordek, mening beshimdan neri ketmaysan ha? Shu tariqada qanchalik yo'l yurganini Ömerbay sanab ezibmi qoldi. Heliqi zaga ustam degan to'g'roq bo'lsa, hech ko'rinmaydi. Balkim heliq tilla sotgan yalangyoq zagani oldigandu deb paranglashadi Ömerbay o'zi bilan o'zi. Shuncha keng cho'llikda Dügülek belgisi bor to'g'roqni izlash samonliqda yengni izlagandekli gap emasmi? Yoki men yiliq to'g'roq kun petishda bo'lsa, kun chiqishga qarab ketayotgandimanmi? Lekin tugamas boyliqlar yo'shirilgan xazinani tepish vasvasi yanada uni tinch qo'ymaydi. U azroqli soydab, yana kelangsiz gavdasini eshakka otib olg'ilgirlaydi. Bir kuni u uzoq yo'l yurib, vaqt tushdan qayrilganda yangi bir to'g'roqliqqa yetib keldi-da, eshakdan tushib, hech nimaga qaramay voy-voylig'icha berib, o'zini to'g'roq soyasiga tashlab o'tadi. Shu holatda u 1 soat, 2 soat va balkim 3 soatcha yotdi. Uyquga obdan qenib, ko'zini ochib hayron bo'ldi. Xuddi shu yerda o'zi soydab yotgan to'g'roqning qo'lida dugilak bir belgi turadi. Ömerbay kutilmagan bir chaqqonlik bilan o'rnidan likkida turib ketdi. O'rnidan turibla o'zi heliqi yotgan yerda turgan yog'och cho'chakni ko'rdi. Cho'chakning ichida sap-sariq bir metal parqirab turadi. Jiddiylashib ketgan Ömerbay tizlari titrab, demi siqilib o'ltirib qoldi va holsiz qo'llarini cho'chakka sunib, cho'chak ichidagi tillarni oldi. Bu tillar heliqi qirzaga yosh bir yigit ekilib sotgan tillarga o'xshamdi yo'q. Uning ikki tarafida qandoq belgilar bor? Ömerbay tuzukroq sap selishqimi ulgurmadi. Hayronlikda uning ko'zlari chekchiyib ketdi. Chunki yog'och cho'chak ichida o'xshashli yana bir tillar parqirab turadi. Ikkinchi tillarni elividi cho'chak ichida uchinchi bir tillar paydo bo'lib qoldi. Ömerbay texmi jiddiylashib ketdi. U cho'chakka yaqinroq surilib, tillarni ishga qo'llab ilishga boshladi. Cho'chakning ichidan bir tillarni ilish bilan yana bir bo'lib turadi. Uning o'chimlari to'lib, oltinlar yerga to'kilishga boshladi. Bay ochko'zlik bilan tillarni yonchuqlarga, qo'yinlarga saladi. Birdamdila u eg'irlashib o'rnidan tura olmay qoldi. Cho'chakdagi kishining aqlini ozdiradigan oltinlar bo'lsa, tugab qoladigandek emas edi. Ömerbay birdam o'ylanib, aqlini ishga solib, eshakning ustidagi xorjun qachilarni so'rab tushdi-da, uning ichidagi hamma nimani to'kib tashlab, chechirib yotgan tillarni ochko'zlik bilan xorjunga tiqishga boshladi. Oxirida u ishdan chapan, hamma nimasini selib tashlab, qip-yalang'och bo'lib qoldi. Kiyimlarining yang puchqoqlarini bo'g'ib, oldirashlik bilan oltin qochlaydi boy. Nayti men shaharga kunduz emas, kechasi kiraman deb o'ylaydi u. Bir tal tillarga mundaq eski kiyimlardan ne chuqur setib olg'ili bo'ladi. Mundaq tillarni tag'alab pusib oladigan fursat kunda kelmaydi-da. Ömerbay cho'chak ichidagi tugamas tillar bilan qorong'i tushgacha hapalashdi. Ondan pushildab yurib oltinlarni eshakka otdi. Yukning ig'irligidan eshakning beli shunchalik egilib ketdiki, Ömerbay uningga minmaslikka o'zim rozi bo'ldi. "Tizmong eshigim" deb eshikni oldiratdi u. "Shaharga chaqqaroq yetayli. Texishkimizning qildigan ishlari jiq. Bu oltinlarni to'kib olib kelib, yana olamiz. Balkim ikkinchi qatimda men 10-20 eshak bilan kelaman. Ammo hamma eshakning oldida yana sen o'zing mangsan. Qara, men nimishqa ikkili xotin og'dekman. Sen chig'ingda oldinga kelgan har qanday kishi birodaringdan qaytmaysan-ku. Lekin men eshak emas-da.
Şuna qoidalik ish qilmasa bo'lmaydi. Albatta, nikohli xotinim 4 dan oshmaslik kerak. Maxfiy xotinlarimning sonini bo'lsa hech kimga aytmayman. Ular 10, 20, 100 bo'lsin bo'laverdi. Men Baratbay degan o'g'rirdek bir qancha yerlarda katta uy, imorat, bog'larni qilaman. Har bir bog'da o'nlab xotinim turdi. Bu xotinlar meni bir-biridan qizg'anib shunday qiliqlarni qilib ketadiki, qiziqchilikni shu chaqda ko'rsam. Sen qarabdi, u chaqda shaharning butun sarrablari mening oyog'imga kelib yiqilib oltin tilishidi. Heliqi yo'g'onchi Baratbay. Baratbayni men har ketsa oyog'imga o'milab kelib o'tkimni tatadigan ishga qo'yman. Ömerbay o'zining shundoq shirin xayollari bilan qip-yalang'och ketib borganligini butunlay unutib qolgan edi. Ömerbay ketib, atisla heliqi to'g'raqliqqa Baratbay yetib keldi. U qovul bir qechirni minib, oziq-tulikni yetarlik elib yo'lga chiqqan edi. Belki selingan to'g'raqni u qiynalmayla tepib oldi. Hayron qolarligi Ömerbayning qaysi yo'llarni aylanib, shuncha uzoq mengib ketganligi noma'lum. Bu to'g'raqliq shahardan ancha yiroq bo'lmagan bir yerda egiz qum dovlarining orqasida yoshirinib turadi. Baratbay g'o'lg'a tugilak chambar o'ylagan qeri to'g'raqni ko'rib, darhol qechirning beshini tortdi. Zaga usta aytgan to'g'raq mushumidi emasmidi? Undaqda bu yiqili yerda paydo bo'lib qoldi-ku, deb ikkilinib turib qoldi. O'tinchi degan xalq polsi bilan mundaqli to'g'raqlar xiyoliga kelgani bilan o'yib qo'yaverdi. Hanim bo'lsa, u bu yerda birdam to'xtab aram elib o'tib ketishni loyiq topdi. Baratbay qechirdan tushib, qechirning oldiga yem qo'ydi. Ondan qechir ustidagi chaqqangan gilamni so'rab tushib, eliq to'g'raqning yeniga soldi-da, gilamning ustiga o'zini tashlab uyquga ketdi. Baratbay uyg'onganda kun kechkiray deb qolgan edi. U oldirab o'rnidan turdi. Ostiga solgan gilamni elib qaqdi-da, tangirqab turibla qoldi. U yelili gilamni selib yotgan yerda bir yog'och cho'chak va cho'chakning ichida bir tal tilla parqirab turadi. To'g'ri ekan, deb varqirab aytdi u. Zaga ustining aytganlarining hammasi to'g'ri ekan. Baratbay tillani qo'liga ilib, uyoq-buyoq o'rib qaradi. Bu dal heliqi Ömerbay ipek yog'lig'iga tugib ko'tirib kelgan tillaning naq o'zi edi. Bu bir tal tilla bu yerga kimning yanchug'idan tushib qoldi. Bu tillalar saqlanayotgan xazinaning o'zi. Baratbay xazinaning o'zi nada demoqchidi, uning tillari tutilib qoldi. U cho'chak ichida turgan yana bir tal tillani ko'rib qolgan edi. Baratbay engishib u tillani ilibdi, cho'chakning ichida 3-chi bir tilla paydo bo'ldi. Shu tariqada 4-chi, 5-chi, 10-chi, 100-chi tillalarni orqa-orqadan chiqildi. Baratbaymo xorjun taqar, ishton ko'ynak, hatto o'tiklarining qo'nishlarini oltinga to'ldirib, o'zining qip-yalang'och bo'lib qolganligini sezmayla qoldi. Lekin cho'chakning ichidagi tilla tugaydigandek emas edi. Baratbay holidan ketib o'ltirib qoldi-da, yana chachirab o'rnidan turib ketdi. Nimishqa men mush cho'chakning o'zini lak etmayman degan bir fikr uning kallasiga kelgan edi. To'g'ri, men bu cho'chakni ekitishim kerak, deydi Baratbay. Bo'lmasa, bu yerdan o'tgan har bir yo'lovchi mundaq tugamas tilla chiqadigan cho'chakning ichidan tillalarni xohlagancha teriblayveradigan bo'lsa, bozorda oltinni pulga olamdi. Bu cho'chakni uyga olib yoshirib qo'ymayman. Kerak bo'lganda eshik derazlarni dumlab, xotirjam o'tirib, uningdan chiqqan tillalarni oltinlarni tag'arlab qochilaverman. Endi Baratbay cho'chakning ichidagi tillaga nazar ko'znini solmadi. Qo'lini sunib cho'chakning o'zini tortdi. Cho'chak qo'liga chiqadigandek emas edi. U ikki qo'llab tortdi. Yo Rabbim, bu kichikgina cho'chakni u qancha qilib qimirlatolmadi. Xuddi u shu qumliqlarga yildiz tortib ketgandek mustahkam turadi. Baratbay ochchig'ida cho'chakni birni tepdi-da, o'zi voyjon deginicha putini tutib piqirab ketdi. U yog'och cho'chakni emas, toshni tepgandek bo'lgan edi. Baratbay yerga dum bo'lib cho'chakning ostidagi qumlarni tortib, uni ko'lab chiqarib olmoqchi bo'ldi. Uning bu ovorchiligimi unum bermadi. Qumni qancha ko'lagan siri cho'chakni tang tuvallab ketdi. Cho'chakni ko'matmoqchi bo'lib, qumni uning ustiga tassa, cho'chakni tang o'rlab, qumning ustiga chiqib qoladi. Hech amal qila olmagan Baratbay yerib o'lay dedi. Cho'l qorong'ilashib kech kirmoqda edi. Baratbay cho'chakni akitish ko'z yetmadi-da, olgan oltinlarini qichirga atib, yo'liga ravon bo'ldi. Bu oltinlarni uyga olib borib yana kelaman, deb o'ylaydi Baratbay yo'lga ketib. Öylerimni
Ambalarımni tillaga to'ldirib bo'lgandan keyin shu la'nati cho'chakning o'zini o't qo'yib o'rtab ko'zdan yo'q qilaman. Ondan mening yuzlab xotinlarim, minglab chakalarim bo'ladi. Xohlasam shaharning o'zini setib olib, shahar begini ko'tiga tepib qo'g'layman. Uning xizmatidagi xotinlarning chiroyliqni tanlab olib qolganlarini o'tkimni tatib, paytimilarimni juydigan ish qilsaman. Paytima degan gap. Hozir yo'q bo'lgandan keyin paytimlar unutilib ketibdi. U chaqda men shaharni shundoq qattiq boshqaramanki, shahar mo'tabarlarining hammasi oldimda o'milab yurishadigan bo'ladi. Әтіс шәһәргә birinchi bo'lib Ömerбай yetib keldi. Küp gündüzdə qıpyalağaç halda şəhər darvazasından eşkini heydəb kirib kelayotgan bu adamni ko'rib, darvoza vallami qaytib turib qolishdi. Ko'chadagi xotinlar chiyqirashqanicha alla tovi silib uylariga qochishdi. Nima qiyoqas cho'qan ekanligini bilolmay do'konlardan yugurib chiqqan kasiblar, savdogarlar bu alomatni ko'rib kulib do'milab ketishdi. Ularning ba'zilari Voy, bu yilqi Sarab Ömerбай emasmi? Deyishib hayron bo'ladi. Ba'zilari bu odam bir necha kunning oldida bir obdan dukka ichib o'tiradi-ku, deyishadi. Yana ba'zilari tovdanglar xalloyiq, tovdanglar deb yaqsin tutishadi. Bu qiziqchilik tehi besilmay turibla orqadan Baratbaymi yetib keldi. Bu egiz, shadapachaq, shapurt odamning yalang'och turgandek holati texmi kulgilik edi. Shuning bilan shaharda qalayimqanchilik boshlanib ketdi. Kimlardir isqirtadi. Uşaq balalar yugurib yurib ikki yalang'och boyga chalma yetishadi. Kimlardir kulgisini bosolmay qo'rsqini tutqancha do'milaydi. Ay xaloyiq davotaman deb varqirdi Ömerбай. Sizlar meni zangli qilganinglarga kim pushaymon qilasizlar? Qarab turinglar. Oz kundan keyin shaharning hamma boylari oyog'imda o'milaydi. Rost, sizlar nima kulasizlar? Deb varqirdi Baratбай. Mening kimligimni tonimayotgamsizlar? Men kelgusida shahar begi bo'laman, balki keyin podshohim bo'laman. Shu chaqda, meynat tömöchi, yunduxurza suypas, set hijoygoq satrash. Ha, qirmazin senmi ba? Hammangni bir-birlab darg'asaman. Ömerбай bilan Baratбай bir-biridan qilishmay vaqirab, atrofdagilarga hayva qig'iltdi. O'zining yalang'och ekanligi bo'lsa, ularning xiyoliga kirib chiqmaydi. Mavi eshikimning ustidagi nima bilamsizlar? Dedi Ömerбай. Eshakning ustidagi, balki ustidagilar bilan shu eshakning o'zining hammasi oltin. Anglayapsizlar? Hammasi qadimgi podshohlarning zamonida qo'yilgan sap oltin. Sening eshigingning ustidagi oltin bo'lsa, mening qachirimning ustidagi nima ekan? Deb mursidan tutib tortdi Baratбай Ömerbayni. Sening qachiringning ustidagisini men nima bilay? Deb ochiq ko'laydi Ömerбай. Amsi ko'zingni ichib, yo'g'on ichib qarab tur ha? Baratбай qachirning ustidagi ikki puchqa dar deyib turgan ishtonni tortib tushirdi-da, eg'ini yeshib ichidagini yerga to'kdi. Ishtonning ichidan zodi nima tushar ekan deb atrofga o'ylashganlarning demi ichiga yutib, bo'yindab qarab turishadi. Ahay, bu nima deb varqiradi Ömerбай. Buning hammasi eshakning tizigi-ku. Endi meninkini ko'rib qo'y. Ömerбай eshik ustidagi ishtonni tortib tushirib, eg'ini yeshib ichidagini to'kdi. Onundanmı eşekdə atılğan pəs hayvanın tiziki düşdü. Ömerбай bilan Baratбай ko'zlarini chaqchaytib bir-biriga bir pas qarab turib qolishdi-da, Baratбай qechirg'a, Ömerбай eshikka qarab yurdi. Uloqlarning ustiga xorjin tag'arlarni so'rab tushirib to'kivdi, hammasilar eshakning tiziki bo'lib chiqdi. Ömerбай put-qo'li holsizlanib tizaklarning ustida o'ltirib qoldi. Baratбай "Ah" deganicha orqasiga uchib ketdi. Odamlar orasida ur hayda bu uyatsiz betchig'arlarni degan cho'qon ko'tarildi. Kishilar ikki boyni daqirtib so'ragunicha shahar darvozasidan ochiqib tashladi. Bu bob mishada oxirlashdi. Eng oxirgi bir bob qoldi. Uni o'qayli. Ko'rishlar Allohga emanet.